Men nemişqa obzor yozaman. Har qanday qalamkashning ijodiyat bilan shug'ullanishida muayyan muddaosi bo'ladi. Ularning qimmat nishoni jihatdagi farq o'xshashmagan ijodiyat muddaosi bo'lib ifodalanadi. Bir obzorchi bo'lish suhbatim bilan mening muayyan ijodiyat muddaoyim bor albatta. Men nemişqa obzor yozaman degan savol asosidagi bu muhokama va bayon mening ijodiyat muddaoyimdan bir qadar aniq uchirib bera oladi. Men nemişqa obzor yozaman degan savolga o'ynashgandek javob berish oson. Ammo o'qirmanlarni o'ylantirgudek, boshqalar uchun iddia bo'g'idek javob berish xeyli tas. Hammaga ayon hozirgi adabiyot amaliyotida xilma-xil qarash va fikr iqimlari, har xil ijodiyat uslublari va adabiy iqimlar mavjud. Shundaqdimi har qanday obzorchi hamon o'zi e'tiqod qiladigan ma'lum yetakchi iddia prinsip bo'yicha tanqid etib boradigan bo'lg'achqa o'xshash bo'lmagan yo'nalishda o'z oldiga ish ko'radi. Men adabiyotni yaxshi ko'raman. Hem nihayet ko'p kishilarning adabiyotni yaxshi ko'radiganligiga ishonaman. Gumanitar fan bo'lgan adabiyot sehriy kuchi kuchlik soha. Jahon adabiyoti munbirida bir-biridan mashhur asarlar nihoyat ko'p. Bu mashhur asarlarni o'qishning o'zi bir xil bayqash. Ya'ni asarda tasvirlangan tonish va notonish dunyoga qarata bayqash ham o'z vujudidagi yoshirin ma'naviy kuchni bayqashdir. Tegi tahtidan aytganda, bu odamga qarata bayqashdir. Adabiyotning sehriy kuchi ana shu yerda. Milliy adabiyotimizda kishini maftun qiladigan nihoyatda esil asarlar bor. Hozirmi adabiyot ko'chisida yangi asarlar, yangi avtorlar doim uchrab turadi. Adabiy obzorchi bo'lish suhbatim bilan adabiyotga ishtiyoq bog'lagan qalamkashlarga yaqindan diqqat qilib, asarlarni chomimning yetishicha o'qib, ularning badiiy iste'dodining qanchalikligini ditlab, ijodiyat muddaosini ko'zatib turaman. Adabiyotdan iborat bu ma'ri issiq ko'chada xilma-xil adiblar uchraydi. Ularning badiiy iste'dodida ro'shan farq bo'lgandek, ijodiyat muddaosidami ro'shan farq bor. Ba'zilarning adabiyotga ishtiyoqi haqiqatan kuchli bo'lsa-mu, lekin talanti kamchil bo'lg'achqa pox degidek asarlarni yaratolmaydi. Ular tirishib yurib nurg'un asarlarni yozadi. Men ularning tirishchanligiga qoyil bo'lsam-mu, ammo talabchan adabiy obzorchi bo'lish suhbatim bilan talabdan yiroq asarlarga olqish yangratolmayman. Ijodiyat muddaosida mujmallik bor. Yozmalara odatdagi ba'zi avtorlarni gohida tanqidlashga majbur bo'laman. Gohida o'xshash avtorning o'xshashmagan asarlariga o'xshashmagan baho beraman. Ya'ni bir asrini muayyanlashtirsam, bir asrini inkor qilaman. Chunki obzor oldi bilan odamga emas, asarga yoziladi. Kim uchun, nima uchun asar yozadiganligini anqirmay arzimas narsalarni qo'g'lishib asar yozayotgan, bo'libmi o'qirmanlarni qaymoqtirib yurgan qalamkashlarning asarlarini ko'rganda tanqidiy ruhim urg'ib tashadi. Rostini aytsam, obzorchilikda ko'p hollarda tanqidlashga moyilman. Meningcha tanqidiy ruhga boy qalbning inkosi. Tanqidiy ruh mas'uliyatchan, prinsipchil pozitsiyani va mustaqil ijodiy tafakkur odatini shakllantiradigan qimmatli omil. Tanqidiy ruhning kamchil bo'lishi haqiqat izlaydigan ruhning kamchil bo'lishidan derak beradi. Tanqidiy ruh kamchil jamiyat yaxshi chaqlar jamiyatidan iborat. Yaxshi chaqliq kayfiyati qo'yiq jamiyatda chilliq bilan soxtalikning qimmati mujmallashtirib etilgan, razillik bilan go'zallikning chegarasi aralashtirib etilgan bo'ladi. Bir eg'iz gap bilan aytganda, bundoq jamiyatda safo tovan bo'ladi. Hayoti kuch bo'lmaydi.
Chunki bundaq jamiyatda muntazam prinsip, nopozliq o'lcham bo'lmaydi. Mas'uliyatsizlik, beparvolik kayfiyati umumlashgan bo'ladi. Yolg'on yovriq madhiya cho'qonlari pulung pishqoqlardan halqib, oshkora so'rinlarda g'azangdek to'kilib turadi. Tanqidiy ruhga boy adabiy obzorchilikning cheklash kuchi shakllanmagan adabiyot sohasidami ahvol o'xshashli echinarliq bo'ladi. Asosi yo'q, ilmga xilof atalmish odamigarchilik ruhi bilan sug'urilgan madhiya va maqtashlar sifat ing'ig'i ega kishilarni baklab bearam qiladi. Ammo maqtanchoqlik xumori kuchlik atalmish qalamkashlarni raso samratadi. Bundaq kas-kammas maqtab uchirishlardan mas bo'lgan ba'zi adiblar o'zini to'g'ri mo'lcharlayolmay, o'ziga maftun bo'lish kesiliga giribtor bo'lib qoladi. Natijada pishqan iddiyasi, mustahkam mavqasi, tarozi bosqudek vazni yo'q oddiy adiblar mashhurlik da'vosi qilib qimmig'ini qolmaydi. Shuning bilan chakanilik ko'payadi. Obyektivchilikqa qilcha uyg'un kelmaydigan bir-biridan yo'g'an quruq gaplar go'yo so'liyov xaltidek hammaliyada ko'zga cheliqib turadi. Mushundoq madaniyat havosida mas'uliyatchan, prinsipchil kishilar tanqidiy ruhni bakma sig'inadi. Tanqidiy ruh degan nima? Buningga tanqidchi Li Changji mundoq javob beradi. Bu haqqoniylik tuyg'usidir. Haq-nohaq ustida mujmallik qilmaydigan, o'tkazib o'tmaydigan hukm iqtidori va surishtirish xususiyati. Yaxshi narsalarga nisbatan cho'nqur egilash va uni har kimga tashviq qilib umumlashtirish qizg'inligiga ega bo'lish. Razillikka nisbatan sabr qilinmaslik. Uningga bog' kuchi bilan hujum qilib barbod qilishdir. Uning ifodasi samimiylik, turli qaysarlik, rostchillik, jasurlik, kaskinlik, ixchamlik, mo'l hayotiy kuchga ega bo'lishdir. U chekinmay kurash qiladi. Shundaqli kishilarning chekinmay kurash qilishiga yetakchilik qiladi. Adabiy obzorning amaliyotda ko'proq yuzlanadiganini tanqidlash, ya'ni yetarsizlik va masalalar ustidagi rad qilish, inkor qilish xarakteriga ega tahlil va baho, haqiqiy obzor jiddiy munozara, murassasiz iddiyaviy elishishdan derak beradi. Bu adabiy obzorning o'ziga xos shakli. Shuni u alohida va murakkab madaniyat faoliyati hisoblanadi. Uning intiladiğini estetiklik qizg'inlik va idrokiy yuksaklik. Munozara kayfiyatining sust bo'lishi yoki bo'lmasligi oydinlashtirishga tegishli jiddiy masalalarni mujmal holatda qoldiradi. Safsata, o'ydirma va soxtalikni bozorga ega qiladi. Munosib ilmiy talash tortish va yo'lliq bas munozara shakli haqiqatni oydinlashtirib, sifatlik asarlar bilan sifatsiz asarlarni ayiradi. Sog'lom, hayotiy kuchga to'lgan bir jamiyat hamisha tanqidga kang qo'saq muomala qiladi hamda o'zida sog'lom, kuchli tanqid ruhini yetildirishga tirishadi. Normal bas munozarani xato tushunib olish madaniy jamiyatning belgisi emas. Madaniy jamiyatning bir ro'shan alohidaligi shuki, bundoq jamiyat tanqid va gumonlanish ruhini quvvatlaydi. Haqiqiy ziyoli yuksak tanqid ing'iga va kuchli tanqid qobiliyatiga ega bo'ladi. Qorig'ulochi madhiya naqshlarini yangratmaydi deb qaraydi. Shunga haqiqiy obzor qaynoq munozara tusidagi dialog va talash tortish bo'lishi kerak. U munozara uchun munozaralashmay, balki haqiqat uchun munozaralashi lozim. Chunki adabiyot to'g'risidagi barcha ishonchlik bilish va hukmlarga o'xshashmagan subyektlar o'ttirisidagi qarshilashish xarakterlik suhbat va almashtirish orqali erishiladi. Adabiy masalalar to'g'risidagi bilish va egilashlar o'xshashmagan subyektlar o'ttirisidagi o'zaro tanqidiy va idrokiy munozaraning natijasi.
Adabiy obzor bir xil suhbatlashish bo'lg'achqa sobitlar o'ttirisida ayrilish va qarshilashish munosabati shakllantirishni talab qiladi. Shundoq bo'lgandala ondan haqiqiy ma'nodagi suhbatni shakllantirgili bo'ladi. Bu kishilarning o'xshashmagan qimmat va qiziqish to'qinishi ichida masalani texmi atrofli ko'rsatib, texmi to'liq muhokama qilishiga foydaliq. Ilmiy ruh kamchil, tanqid ruhi sus bir jamiyatda kishilar obzorchilar bilan yozuvchi shoirlarning to'qinishib kelishidan bak ansiraydi. Amaliyotda ansirashga to'g'ri kelsa, ularning eg'iz burun yalashib bir-birini maqtab uchrashidan ansirash kerak. Fransiyalik mashhur yozuvchi va adabiy obzorchi Albert Thibaudet adabiy obzor haqida 6 mulohiza degan asrida sharhlagandek, talash tortish adabiyotning jeni. Bundaq talash tortish bo'lmasa, obzorchilik alak bo'ladi. Adabiy obzor mohiyatidan aytganda to'qinish muhitida yuz beradigan va qanot yaydiriladigan ma'naviy almashtirish faoliyati. Adabiy obzor konkret yozuvchi yoki asarga qarata bilish va baholash qanot yaydiriladigan qalb bilan qalbning ko'rishi. Bundaq alohida shakldagi elishish natijasida obzorchilar bilan yozuvchilarning ruhiy o'zgarishi intayin kuchli bo'ladi. Faqat shundoq bo'lgandala biz ondan yozuvchi va asarga bo'lgan ishonchlik bahoga ega bo'la olamiz. Shuni alohida eskartib qo'yish kerakki, adabiy obzorchilik amaliyotida obzorchi dushmanlashib qolgan yozuvchi shoirlarga baho va tanqid yurgizgandimi, o'xshashli idrokiy prinsip va adabiy obzor o'lchamining ishki taqozzosidan hargiz chatnamaslik kerak. Undaq bo'lmasa, yozgan obzor yomon niyatlik haqoratlash va beshamlik bilan hujum qilish bo'lib qoladi. Demak, obzorchi paket va asarning ishki mazmuni asosida tahlil va baho yurgizishi lozim. So'zida asos bo'lmagan obzorchi quruq gap qiladigan obzorchi hisoblanadi. Baholash iqtidoriga ega kishi muhitga ta'sir ko'rsatiladi degan gap. Bu gap adabiy obzorning iqtidori va rolini tushuntirib beradi. Albatta adabiy obzor adabiy asar va fikr iqimi hodislariga bo'lgan tahlil va baho orqali o'qirmanlarning o'qishiga ham adiblarning asar yozishiga aktiv ta'sir ko'rsatib, adabiyot va ijtimoiy ma'naviy muhitning sog'lomligini qo'g'daydi. Angliyalik adabiyot obzorchisi Matthew Arnold obzor ideyaviy tartib o'rni talaydi. Garchi u mutlaq to'g'ri bo'lmasa-mu, hamon ilgarikidan to'g'riroq bo'ladi. U yana eng yaxshi ideyani ustunlikka ega qilishi mumkin. Adabiy ijodiyat dal mushu asosda gullanadi deb ko'rsatgan. Agar bir obzorchining kasblashgan sharhlari va baholari qoyil qilish kuchiga ega bo'lsa, bara-bara nopuz tiklab, uning obzorlari o'qirmanlarning adabiy asarlarni tushunish va zo'qlanish qibla-namosi bo'lib qoladi. Ham yozuvchilarning ijodiyatiga yetaklash xarakterlik ta'sir ko'rsatadi. Pushkin aytgandek, adabiy obzor bir turlik fan. U adabiyot san'at asarlarining go'zalligini va xunukligini yechib beradigan fan. Fanga tutilgan ilmiy pozitsiya yetarlik bo'lmagan joyda soxtalik yamrab ketadi. Adabiyot sohayimizdami g'oyasi namrod, iroda kuchi ojiz, ruhiy dunyosi zaif, san'at o'lchami ziyoda to'van, o'ltirsi qopsi maqtash so'zlarini tama qilib to'rt tarafga talnurib yashaydigan qalamkashlar xeli bor. Bu xildagi atalmish qalamkashlar asarlarning tanqid o'tkilidan o'tkazilishini hargiz xohlamaydi. Bundaq adiblar qalamkashlarning erkak kishisini, asarlarning yaxshi yomonini ayiradigan o'tkal hisoblanadigan adabiy obzordan chayondan qo'rqqandek qo'rqadi. Adabiy obzor yozuvchi shoirlarni mahorat jihatdagi ojizligi, ma'naviyat, fikr va bilim jihatdagi nomrodligi haqida qayta o'ylanishga da'vat qilib, o'zlariga yuqori talab qo'yishni o'rgatadigan fan. Adabiy tanqidga bardoshlik berolmaydigan, faqat madhiya maqtashlardan madad oladigan har qanday qalamkash adabiyot ko'chisida qancha so'kildimisin, bari bir e'tiborga erishamaydi.
Balzac Napolyon alam bilan o'rinlanmagan ishlarni men qalam bilan o'rinlayman debdikan. Vujudida bundoq buyuk irodani tiklagan yozuvchi madhiya so'zlaridan mast bo'lish, tanqidiy baholardan qayg'urishdan to'limi yiroq turadi. O'ziga ishonchisi bor, ilgirlashni orzu qiladigan, o'zini takommullashtirishni o'ylaydigan, masalalarni haqiqat nazari bilan ko'zatish jasoratiga, chinlik bilan soxtalik ustida mulohaza yurgizish farosatiga ega, ilmiy pozitsiyasi kuchlik adiblar uchun adabiy obzor ularning ilgirlash yo'lidagi palampaydan iborat. Daniel Bonescott agar bir yozuvchining tanqidni qabul qilgudek g'ayrati bo'lmasa, undaqda u yozuvchi bo'lishdan so'z ochmasimi bo'ladi degan edi. Milliy adabiyotimizni gullantirishni chin ko'nglidan orzu qiladigan har qanday qalamkash o'zida oldi bilan adabiy obzorga ilmiy, to'g'ri, bemalol pozitsiya tutalaydigan sapani hozirlashi, shundoqla tanqidga bardoshlik beralaydigan hayotiy kuchlik asarlarni yaratish yo'lida tinimsiz izlanishi kerak. Amaliyotni tan olgan asosda shundoq deymizki, bizning obzorchiligimiz bak oddiy va ojiz holatda turibdi. Bundoq bo'lishida har turli sabab bor. Muhimi kishilarning o'zlik ingining uyg'onishi yetarlik emas. Bizning ma'arifimiz o'zlik ingini muayyanlashtirishga ahamiyat bermaydigan ma'arif hisoblanadi. Ilm-fan atmosferasidami ilm-fan demokratiyasi yetarlik emas. Nopozning besimi kuchlik. Shaxsning o'zlik ingi uyg'onsa, tanqidiy ruh va gumanitarlik taraqqiy qiladi. Chunki jimi narsa o'zlik nazariyasining taftish qilishidan o'tsa, an'anaga qarig'ulachi cho'qinishdan, nopozga qarig'ulachi bosh egishdan saqlang'ili bo'ladi. Angliyalik mashhur mutafakkur Karl Popper Echivitilgan jamiyat va uning dushmanlari degan katta asrida echivitilgan jamiyat xurofiylarcha ishonish va qarig'ulachi bo'ysunishga qarshi turib tanqidiy idrokiy ruhni tashabbus qiladi deb ko'rsatgan. Madaniyat muhitidagi mana shundoq sabablar tufaylidan bizning obzorchiligimizda oddiylik ham ojizlik holati saqlanib turmoqda. Oddiylik kasbiy bilimi yetarsiz bo'lish, tahlil qilish, baholash iqtidori yuza bo'lish masalasiga berib taqalsa, ojizlik obzorchilarning alohida ma'naviy xarakterining mukammal emasligiga berib taqaladi. Obzorchi alohida ma'naviy xarakter orqali o'zining obzorchilik xizmatini qanot yaytira oladi. Bu xil alohida ma'naviy xarakterning negizi haqiqatga bo'lgan e'tiqod va badal to'lashga tayyor turadigan jasoratdan iborat. Bir qism obzorchilarning yetarli kasbiy bilimi bo'lmasa-mu, haqiqiy o'tkir vijdonan prinsipli tanqidlarni o'ttiriga chiqarolmaganligi sababidan adabiy obzorchilik sohasi bak zaiflashib ketdi. Bir qism obzorchilar boshqalarga yomon bo'lishdan ansirab, xo'sh deb qo'l qovushtirib turadigan itoatman do'stlarga aylanib ketdi. Bir qism adabiy obzorchilar jahonning raptoriga kirib jon baxtilarga aylanib ketdi. Adabiy obzorchilarning bo'shanligi tufayli axlat asarlarga-mu, mas'uliyatsiz adiblarga-mu idrokiy ogohlantirish berishga petranmaydigan vaziyat shakllandi. Bilish kerakki, adabiy asarlarni tanqidsiz qabul qilish adabiyotni xaroblashtiradi. Boshqalarga qarshi chiqmagan sharoitda aldamchilik, mas'uliyatsizlik kuchayib beraveradi. Adabiyot obzori deb atalgan mustaqil bir pandin, uning milliy adabiyotga bo'lgan xizmatidan nadiki bir odamlarning xohishiga qarab voz kechishga bo'lamdi. Adabiyot obzorchiligi bir xil kasbiy sharihlash va baholash harakati. Adabiy obzorchi adabiy asarlarning qimmatini zeraklik bilan bayqaydi ham bu xil qimmatni cho'nqur echib beradi. Adabiy obzorchi adabiy asarlarning qimmatini sharhlashda, ya'ni qimmatiga baho berishda adabiyot nazariyasiga va sistemalik jamiyat madaniyat bilimlariga asoslanadi.
Bu adabiy asarga baho berganda real qatlam bilan estetikalik qatlam nuqtasidan baho beriladi deganlik. Asarga umumiy baho berganda estetikalik baho asos qilinadi. Real o'lcham estetikalik o'lchamga bo'ysunadi. Adabiyot obzorchisining vazifasi adabiy asarlarning ahamiyatini nazariyaviy nuqtadan chiqib sharhlash, adabiy asarlarning real ahamiyatini va estetikalik ahamiyatini kasbiy til bilan tushuntirishdan iborat. Adabiyot obzorchisi mushu jarayonda adabiy asarlarning ufqi va kamchilligiga yotadigan taraflarini ilmiy va pokitlik tahlil qiladi. Bu xil tahlil adabiy asarning iddiviy xohishiga, shakliga, ifodalash usuliga qaratiladi. Adabiyot obzorchiligi bilan shug'ullanayotgan obzorchilar adabiyotning ko'p qatlamli xarakteriga qarata o'xshashmagan obzorchilik nazariyasini qoral qiladi. Har bir obzorchi o'zining qimmat qarashiga asosan adabiy asarlarning ma'lum alohida tarafiga bakrak diqqat qiladi hamda o'xshashmagan nuqtadan chiqib adabiy asarlarning qimmatini tushuntiradi. Mening obzorchilik uslubim badiiy tahlil bilan iddiviy tahlilni birlashtirib baholash ib berish, adabiy obzor bilan ijtimoiy obzorni birlashtirib muhokama yurgizish. Meningcha bu estetik tarixidagi estetiklik bilan tarixiylik birlashtirilgan obzorchilik an'anasiga tushadi. Biz uchun hozir muhimi obzorchi adabiy o'lcham orqali ma'lum asarning adabiy asar ekanligi yoki emasligiga hukm qila oladigan bo'lish bo'lib qoldi. Chunki adabiy asarlarni tanqidiy yo'sinda ko'zitish odati shakllanmagan, nopuzliq adiblarga go'daklarcha qizg'inlik ko'rsatadigan bir jamiyatda adabiyotning tushkunlashishi kuchayib, saposi yo'q yozuvchilarning surancho'qonlari avub, qimmati yo'q asarlar yomrab ketadi. Biz dal moshundoq benormal adabiyot muhitida turibamiz. Shunga obzorchilikning asosi mavqasini haqiqiy adabiy asarlar bilan soxta adabiy asarlarni ko'rsatib berishga qo'yishga to'g'ri kelyotadi. Ziyolilik milliy madaniyatning mavjudlik holatini sezgurlik bilan ko'zatib turish va uning yuzlanishini yetaklash bilan o'lchanadiganligi bugungi dunyoda o'rtaq e'tirof qilingan qarash bo'lib qoldi. Ziyolilik etikalik ma'nosidan olganda o'zi tava madaniyatga mas'ul bo'lish jasoratini bildiradi. Mushu ma'nodan olganda o'ziga xos obzorchilik stili va obzorchilik individualligi ba obzorchi bo'lish oldi bilan milliy adabiyotning sog'lom taraqqiyotiga va bog'ansiri gullanishiga turtki bo'ladigan haqiqiy adabiy obzorchilikni shakllantirish jasoratiga ega obzorchi bo'lish bilan ifodalanadi. Adabiy obzor o'lchamining cheklamasiga ahamiyat bergandilar, ondan unumlik tanqid orqali yeziqchilikdagi tushkunlikni va mas'uliyatsizlikni cheklagili bo'ladi. Uyg'ur adabiyotida adabiy obzorchilikning ojiz bo'lishi mas'uliyatchan, masala engi kuchlik, yuz qaramay rost so'zlay oladigan obzorchilarning yo'q deyarlik bo'lishi bilan munosabatlik. Siliq sipoyi obzorchi bo'lish obzorning qimmatini bakla tavallatib etadi, ham ziyonliq oqibat shakllantiradi. Germaniyalik faylasuf Schopenhauer siliq sipoyilik ijtimoiy munosabatda o'z ma'nosiga ega, lekin adabiyotda bir xil yotlashgan hamda ko'pincha ziyonliq omil. Chunki u kishini razillikni xayrlik, nejislikni go'zallik deb qarashga majburlaydi. Fan bilan san'atning oliyjanob maqsadi shuning bilan dafsanda qilinadi deb ogohlantirgan. Prinsipchanligi, reallik tuyg'usi yo'q, tanqid ruhi sus, mas'uliyat engi ojiz siliq sipoyi obzorchi bo'lish, adabiyot munbirida odamigarchilik obzori, xushomad obzori, guruh obzori, manfaatparastlik obzori degandek chokini obzorchilikni avj oldirib etadi. Shubhisizki bundaq obzorchilar o'qirmanlarning ishonchisidan mahrum bo'lib qoladi. Shunga obzorchi kas-kammas maqtaydigan yaxshichaq obzorchi bo'lishdan yoki o'zini ayab jimmida turib oladigan bechora obzorchi bo'lishdan hazar aylishi, odil, haqqoniy obzorchi bo'lishi, asarga bevosita yuzlanishi, asarning avtori bilan hisoblashmasligi lozim.
Boshqalarga yomon bo'lishdan qo'rqib hammani maqtaydigan yaxshichaq obzorchi bo'lish, nopoziba yozuvchilarning qosh qopqiga qarab tinch aramxudo o'tishni xohlaydigan siliq sipoyi obzorchi bo'lishning ziyni nihoyatda zo'r. Buni biz mashhur rus adabiy obzorchisi Belniskiyning munu so'zidan aniq his qila olamiz. Belniskiy mundaq degan: Her daim tinch ve aram xudo o'tishni xohlasang, gaping hamma yerda tatliq bo'laversa, muloyimli bo'lsang qandoq bo'ladi demamsan. U holda vijdonsizlik, aldamchilik, nodonlik uchun keng yo'l ochiladi. Hech kim u illatlarni fosh qilmaydi. Oxiri haqiqatning qudratli xitobini aytadigan odammo chiqmay qoladi. Hozirgi tovar jamiyatida mubolag'achilik, yo'g'on gap qilish, davrangchilik kalkundek yamrab ketdi. Cho'chirxona ochgan odam o'zini cho'chiri podshohi deb atashdan uyalmaydigan bo'lib ketdi. Yozuvchi shoirlar orasidami o'ziga qattiq talab qo'ymasdan maqtanishga herisman bo'lish, do'st tatib maqtanish, yuqori to'van qatrab to'n kiyish halakchiligida chepib yurish, shu orqali adabiyot osmonidagi cho'lpon bo'lishni ko'zlash, asarning sufti bilan hisoblashmasdan soni bilan hisoblashib kitob chiqarib obraz qurilishi epirish xohishi odamni cho'chitgidek darajada ko'payib ketdi. Ularning bundoq bechoralarcha erishganlari amaliyotda adabiyotga qilingan osiylik va o'qirmanlarga qilingan ziyonkashlik. Yomon yeri shuki, bundoq nomuvofiq urinish va ahmoqona harakatlar yamrab ketsa, asosiy iqimga aylanib, go'yo normal ishdak bilinadigan bo'lib ketadi ekan. Amaliyotda shundoq bo'lib ketdi. Mashhur yozuvchi Lev Tolstoy odamlar ko'ndirilish orqali har qanday ishga odatlanalaydi. Hatto eng nochor ishlarga odatlanalaydi. Xuddi kishilar yechib qolgan yemaklikka, tamakaga, apyunga, haraqqa odatlanganiga o'xshash nochor san'atga odatlanib ketadi deb ko'rsatgan. Darvaqa nochor san'atga odatlanib ketgan avam sifatsiz asarlarni va qobiliyatsiz yozuvchi shoirlarni rad qilmaydigan bo'lib ketadi ekan. Talabi to'van bu xil o'qirmanlarning bozor shakllantirishi sifatsiz asarlarning yo'lini texmi ravonlashtirib etadi ekan. Bundaq ahvolda yana bo'lmagandan bo'g'ini yaxshi deb ilmga yot oddiy gaplar bilan sog'lom bo'lmagan kayfiyat paydo qiladigan atalmish keng qo'saq kishilarni o'ttirg'a chiqadi ekan. Natijada axlat asarlar bilan mas'uliyatsiz qalamkashlarga erkin ozoda bo'shliq yoritiladi ekan. Hozir bizning milliy adabiyot munbirimizda hukm surayotgani dal mushundoq kayfiyat bo'lib qoldi. Mushundoq ahvolda bir obzorchiga nisbatan bugungi kunda qandoq qilganda o'zining ruhiy fazilatini, mustaqil tanqid ruhini va qimmat egizligini imkon qadar saqlab qolish bir muhim masala bo'lib qoldi. Biz adabiy obzorga shuning uchun muhtojki, barliq adabiy asar yoki adabiyot tadqiqoti hargizmi sof, astoydil, salmoqli va yoki foydali bo'lavermaydi. Biroq u obyektiv adabiy obzorning barliq o'lchamlariga uyg'un kelgandala sof, astoydil, foydali narsaga aylanadi. Donliq adabiyot obzorchisi Li Jianjun aytgandek, mushundoq ahvolda adabiy obzorning ustiga erishi zarur bo'lgan mas'uliyat etikasi o'z davridagi adabiyotni chin va ishonchli hukmlar bilan ta'minlash orqali uni aktual ishlab chiqarish chonliqqa ega eğitim kuchiga aylantirishdir. Konkret aytganda, o'qirmanlarning ayni ahvolni tushunishiga yordam berish, shuning bilan birga bir xil chekliguchi kuch sifatida yozuvchilarning asarlariga nisbatan qimmat va sifat nazoratchiligi ep berishdir. Bu maqsadga yetish uchun adabiy obzorchilar xolislik, boturlik fazilatini joriy qildirib, kasbiy bilimini va kesishma palla jihatdagi bilimini kuchaytirib, xiris qilishga jur'at qilishdek qaynoq hissiyotni va jasoratini urg'utib, adabiyotning umumiy ahvolini yuksaltirishga foydali qarashlarni, o'ylantirish kuchi va muhokimalarni, qabul qilish chonligi kuchli baholarni,
cheklash kuchi kuchlik o'tkir tanqidiy fikrlarni o'ttirg'a qo'yishi lozim. Adabiy obzorchi obyektiv, ilmiy, odil, to'g'ri bo'lishga ahamiyat berishi, ma'lum adib yoki asarni oshirib maqtash yoki qarshi tarafni asossiz so'kish qilmishini sodir qilishdan qat'iy saqlanishi lozim. Bundaq qilmish obzorchilikning izzat hurmatini yerga uradi. Obzorchi o'zining lilloligi, o'tkir fikrlikligi va jo'shqin jonliqligi orqali yeziqchilikdagi axloqiy tushkunlikni va mas'uliyatsizlikni to'sib, obzorning izzat hurmatini oshirishi lozim. Schopenhauer aytgandek, o'lchamdan ortiq berilgan doridan manfaat bo'lmagandek, adolat o'lchami chegarasidan chiqib ketgan dashnam tanqiddanmi manfaat bo'lmaydi. Shunga odil lillo bo'lish prinsipidan chatnamaslik, asossiz tanqid qilishdan saqlanish kerak. Albatta, adabiy obzorni fan deb qaraydigan madaniyat muhiti kamchil, normal talash-tortish va zarur bas-munozarani inoqsizlik deb qaraydigan qatmal muhitda adabiy obzorchilik tanqidlashni asos qilishdek xos alohidaligi bilan uncha qarshilanib ketmaydi. Bundaq muhitda haqiqiy bir obzorchi asonla xato tushunish va dushmanlikka duchor bo'lishdan saqlanolmaydi. Lekin mas'uliyatchan, talabchan, sifat eng kuchlik ilmiy atmosferasi kam muhit bilan qarshilasha oladigan ilmiy jasoratga ega haqiqiy bir obzorchi yozg'uchidan keladigan dushmanlik va ziyonkashliklarga bardoshlik berish kuchiga ega bo'lishi kerak. Dangliq adabiy obzorchi Li Jianjun davrimiz va adabiyotimizning dushmanlari degan maqolasida bu to'g'riliq mundoq degan: ruhiy jihatdagi qaysarlik va xarakterdagi qat'iylik obzorchilarga nisbatan aytganda muhim ahamiyatga ega. Agar itoat qilmaslik ruhi va qarshilashish jasorati bo'lmasa, obzorchi o'z davri va adabiyotini qimmatga ega qarashlar bilan ta'minlayolishi nihoyat tas. Chunki bir jasoratsiz kishi masalaga to'g'ri qarashga, rost so'zlashga jur'at qilolmaydi. Halbuki rost so'zga yoshiringan haqiqatli qimmatga ega bo'lib, kishilarning hurmat bilan quloq selib anglashiga muyassar bo'la oladi. Qisqasi, milliy adabiyotning gullanishiga amaliy ijobiy tuhfa qo'shish istiki kuchlik bir obzorchi bo'lish oson emas. Mening adabiy obzorchilik bilan shug'ullanib kelayotganimga 25 yil bo'ldi. Shuni tonib yetdimki, adabiy obzorchilik sohasida yoki undaq yoki mundaq ziddiyatlardan xoli bo'g'ilib bo'lmaydi. Yiqilib qopishlar doim yuz berib turadi. Ammo milliy adabiyotning taqdiriga ko'ngil bo'ladigan bir obzorchida yetarlik ilmiy jasorat bo'lmasa bo'lmaydi. Dangliq obzorchi Joyo Chang o'kingandek, hozir bizning adabiy obzor qo'shinimizda xushxabarchi sop-sopi yanlar ko'payib, temir tumshuqlar oz qoldi. Yetakchi kuchga boy, estetikalik, tarixiy qarashlarda ching turadigan, estetikalik o'lchamlarni pastlashtirib etish xohishiga qarshi kurash qila oladigan, ijtimoiy qimmatga hukm qilishga jur'atlik, ma'naviy qimmatlarni gavdlantiradigan, prinsipda ching turadigan, axloqiy mezonini yo'qotib qo'ymagan, millatning orzu istikini namoyon qiladigan, san'at ilhomiga boy, ideya yuksakligiga ega mustaqil qarashlar bilan to'lgan, hayotiy kuchi urg'ib turgan, g'oyasiz, qobiliyatsiz, ammo shuhratparast qalamkashlarga yuz xotira qilmaydigan, imtiyozliqlarga cheqilish jasoratiga ega, kurashchanlik ruhi ustun adabiy obzorchilikni shakllantirish uchun temir tumshuqqa o'xshash xislatga ega haqiqiy obzorchilar qo'shini bo'lish kerak. Nurg'un kishilar adabiy obzor maqtashni, muayyanlashtirishni, ilhom berishni asos qilishi kerak deb qaraydi. Ular adabiy obzorchilarning siliq so'zlik bo'lishini talab qiladi. Vaholanki ular madhiyalashni asos qiladigan obzorchilikning cheklash kuchi bo'lmaydiganligini,
Chingiz Aytmatovning haqiqiy obzorchi illiq so'zga gaday keladi degan mashhur so'zini bilmaydi. Yaxshichoqlikni talabchanlikdan a'lo biladigan bu xil kishilar ijtimoiy aloqada zarur bo'lgan siliq sipoyi muomalaning ilm munbirida kasbiy sohada intayin yomon oqibat paydo qiladiganligini xiyoliga keltirishmaydi. Shunga men shundoq deymanki, mavjud holatga qanoat qilish obzorchining xislati emas. Men shuning uchun obzor yozaman. 2012 yili 1 oyning 5-ida yozildi.